Xitoy doiralari chegarasini ochgan kundan boshlab Sharq Turkiston masalasida islom dunyosining ko'zini bo'yash harakatini boshlayotgan bo'lib, Dunyo musulmon jamiyatlar kengashi nomli bir tashkilotning raisi Ali Rashid Noayminning yetakchiligidagi 14 davlatning vakillaridan tashkillangan bir o'makni Sharq Turkistonni ziyorat qildirishga boshladi. Xitoyning eli nayranglari va oldin o'rinlashtirilgan yolg'on sahnalardagi ko'rinishlarni qabul qilgan mazkur o'mak va musulmon jamiyatlar kengashining raisi Ali Rashid Noaymi orqa-orqadan Xitoyning qilganlarini qo'llab, Xitoyning atalmish terrorlik va asabiylikni yo'qotish yo'lida ko'rsatgan tirishchanligiga ofirin aytib bildirdi. Bu munosabat bilan Sharq Turkiston madaniyat va uchur markazining raisi Abdujilli Qarqash bayonot e'lon qilib, mazkur o'makdagi shaxslarni Xitoyning ko'z bo'yamchiligiga ishonmasligiga, ishning haqiqatini ko'rishga undadi. U bayonotida yana mundaq dedi: Dunyo musulmon jamiyatlar kengashi Xitoyning ko'z bo'yash maqsadida oldin o'rinlashtirgan yerlarga emas, balki musulmon kimligi sababli jazo lageri va turmalarga solanganlarni, shundaqla jazo lagerini ziyorat qilishga, Xitoyning oldam xaltasiga tushib, Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatlarini yo'lliq ko'rsatadigan mas'uliyatsiz bayonotlardan yiroq turishga chaqirdi. Türkiye'de o'qishni davomlashtirayotgan yuzlagan Uyg'ur o'quvchi 2016-yildan buyon yurtiga qaytganda Xitoy soqchilari tomonidan tutqun qilingan bo'lib, ular jazo lageriga avatilgan, turmaga tashlangan yoki pasporti musodir qilingan. Xitoy jazo lageri ziyonkashlikka uchirg'uvchilar supasining bayonotchisi Mirzahmat İlyas o'g'li bu masala to'g'risida to'xtalib mundaq dedi: Türkiye ve başka Müslüman devletler Xitoyning qora tizimligida. Xitoy u yerga borganlarni xatarlik shaxs, hatto terrorchi deb qaraydi. Yevropa Fuqarolar Osiyo bexatarlik idorasi bilan Yevropa kasalliklarning oldini olish va kontrol qilish markazi tunugun e'lon qilgan birlashma bayonotida Yevropa ittifoqi davlatlarining Xitoydan uchadigan navbatchi aeroplanlarga qarata bir yurish sahiya tadbirlarini yo'lga qo'yishga qo'shilganligi bildirildi. Bayonotga asoslanganda yangi tadbirlar Xitoydan Yevropa ittifoqiga uchadigan aeroplanlarga hozirdan boshlab qo'llanadi ekan. Germaniyadagi hokimiyat yurgizish ittifoqining sheriki bo'lgan Erkin Demokratlar partiyasi FDPning bir turkum vakillar Xitoy bilan bo'lgan egilik huquq to'qinishida bo'lgan Tayvanni ziyorat qildi. Diplomatiya ministerligining bayonotida vakillar o'migining 9-yanvardan 12-yanvargacha bo'lgan ziyoratda Tayvan rahbari Tsai Ing-wen, bosh ministr Su Tingchang, parlament boshlig'i San Sikun, tashqi ishlar ministri Joseph Wu va davlat bexatarlik kengashining bosh kotibi bilan ko'rishganligi bayon qilindi. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen Germaniya parlament vakillari bilan ko'rishganda Germaniyani rayon tartibini saqlashga yordam berishga chaqirdi. Xitoyning janubidagi Guangzhouda bir shofir mashina bilan piyodalar orasiga bosib kirgan bo'lib, voqeada 5 odam qazo qilgan, 13 odam yaralangan. Şoförning piyodalar orasiga qasddan kirmaganligi texi noma'lum bo'lsa-mu, ammo voqeaning suratlarida şoförning voqeadan keyin yo'lni davomlashtirganligi ma'lum bo'lgan.